Assalamu alaykum atalar. Biz bir A harfi bilan A harfini so'zlaylik. Baldı bilan A harfida. Albatta cho'ngroq bolalar bo'lsa, masalan, o'zining maktablarida savodi chiqib bo'lgan. Uyg'ur tilida o'tish kerak bor deb boshlab kelsanglar bo'ldi. Lekin kichikroq bolalarga ma harf degan, endi biz bolalarga yozishni, o'qishni o'rgatamiz emasmi? Buning tovushlar bilan bo'lgan bog'lanishini ozroq tushuntiramiz. Buning uchun ilibba kitobimizni qarasanglar, A harfi boshlanishdan burun biz tovushlarni tushuntiramiz. Shu yerlardan foydalansanglar bo'ldi. Yoki men bilgan sizlarga bolalarni og'a kirishdagi bir ko'ngillik bir o'yinni tunishtirar, ya'ni tepishmoq tepish. Shu men qo'yib qo'ygan kartlarni masalan, o'zinglar ko'nglinglarga puk bilib, bolalar bilan tepishmoq deb o'ynasanglar bo'ldi. Masalan, biz bek yaxshi ko'rib yeydigan bir meva bor. U meva ba'zida qizil, ba'zida ko'k. U mevaning ismi deb deb basanglar bolalar olma deb tepib oldi. Masalan, akşam osmonga nima chiqadi? Siz bolalar qarab qalsa deb basangiz ay deb tepilish mumkin. Mana shunga o'xshash bolalarga so'zning beshida chiqadigan A degan ovozni bir eslatamiz. Andan keyin shu so'zlik kartalarini oldiga yoysak, bolalar hammasining ostida shu so'zlarning yozilishini ko'rdi. Uning oldida hammasi qizil bir xat turdi. Hammasi A deb boshlanki osh, qush, olta deb. Demak, men A kenda eng beshidagi men A deb A'ning ana harfini tunishtiramiz. Andan keyin bu A bir tanlam emas qarang balam, bu A'ning cho'chiq uqulları bor deb andan keyin elbek kitamizni paylanib A'ning qolgan 4 xil shaklini, qolgan 3 xil shaklini tunishtirsanglar bo'ldi. Andan keyin bu 3 xil shaklda baş A, yolg'iz A, oxir A, hamzik oxir A deb ismlarni o'rgatgan vaqtda ularning ba'zilarining boshqa harflar bilan tutishib ketganini, ba'zilarining bo'lsa o'z yolg'iz tug'inni bolalarning yodiga bir solamiz. Ya'ni tutishib ketgan yerlarni bular qo'lini tutishyapti desanglar, keyin qo'shib yozish qoidalarini bolalarning o'rganishini sal qulaylashtirib bersizlar. A harflarini o'tganda, ya'ni elifbaning beshik harflarida bolalarga bildirilgan ba'zi muhim uqumlar nima deganda tovush va harf tushanchalari. Ya'ni biz hargizmi savod chiqarishni buga A'ni o'rgatma bolam sizga A deb boshlab ketmaylik demoqchiman. Ma bayam degandek cho'ngroq bolalar bo'lsa, bular bu tovushlar nima, harflar nima, ya'ni harfning og'zimizdan chiqayotgan ovozlar. Ya'ni kasbiy tilda tovush deb ataladigan mush ovozlarni daftarga yozganda ifodalaydigan belgilar ekanligini bu bolalar his qilgan bo'ldi maktabdagi o'zining tilida, maktabdagi tilda savod chiqarish jarayonida. Lekin masalan, savod chiqarishga sal baldir hozir bo'lsa, bolalarni 5 yoshda savod chiqardik deylik. Bu bolalarga masalan biz mushu tayyorlik mazmunlarini sal tushuntirishimiz kerak. Ya'ni deb baqaylik masalan, ashtaq tovush chiqarish o'yinlarini ko'p o'ynasanglar, tepishmoq deb topadigan-dek bayamqidek o'yinlarni. Shu chog'larda masalan at desak, og'zimizdan qancha ovoz chiqyotdi deb o'ynasanglar bo'ladi. Masalan, deb birisi chiqyotdi, andan keyin t deb yana birisi chiqdi deb, andan keyin bolalar men sizga degan ovozni yezib beraymi deb siz A'ni daftaringizga yezib bersangiz, andan keyin bolangizga og'zimizdan işte chiq ovozlar chiqitgan, keyin chiq ovozlarni işte yozsak shunday xat bo'ldi deb, işte ovozlarni tovushlar deymiz, buni yozsak harflar deymiz deb andan keyin biz buni bolalarga tushuntirsak bo'ldi. Lekin bu cho'qim bir besib o'tish tegishlik bir jarayonda shuni qilishimiz kerak cho'qim. Andan keyin A'ni o'tganda bolalar uyutadigan yana bir muhim uqumimiz so'ziq tovush va uzuk tovush uqumi. Ya'ni buning yana bayamqidek so'zlarni deb o'ynasanglar bo'ldi. Kitobimizning shu so'ziq tovush, uzuk tovushni tushuntirgan betida A'ning oldida jiq bir bo'g'imliq so'zlar bor. At, ay, un degandek. Shu so'zlar masalan asta deb baqsanglar demizga beshida A degan so'zlab chiqadigan, T degan shu ishtikli chiqadigan. Bunda asta chiqarib bo'lsa, ular so'zlab chiqadigan, zingiga o'xshash, seg'izlarga o'xshash. Ular degan so'ziq tovush deymiz. At deganlarcha bir qisqa ishtikli chiqadigan, uzilib ketgandek. Shu ularni uzuk tovush deymiz. Tovush degancha işte ovozlar chiqsa og'zimizdan tovush deymiz deb buni bolalarga tushuntirib qo'ysak bo'ldi. Albatta buni bolalar birinchi darsda xuddi biz to'liq so'tirmaydigan grammatikasini o'rgangandek unda so'zlab bermaydi, eskib ketmasligi mumkin, toza yaxshi. Lekin takrorlaymiz buni, ya'ni keyingi harflarni o'rgatish jarayonida cho'ngroq bolalar bo'lsa, albatta buni unda ezib pishirib ketmasakmi, tilimizda 30 harf bor, ularning ichida 8 so'ziq tovush, 24 ta uzuk tovush devasak, ular tushunib ketadi. Chunki ular uzuk tovush, so'ziq tovushlarning nimaligini, nima uchun undaq atildiganligi,
nimaga asosan undaq ayrıydiganligimiz degan uqumlarni maktablarda o'rganib bo'ldi. Ani o'rgatgandiki asos yetmoqchi bo'lgan nishonimiz bolalarimiz shu tavush harf uqumlarini tushunsa, undaq es qilsa biz deb ashundoq o'yintirib tushuntirgan vaqtimizda. Andan keyin biz shu A'ning 4 xil shaklini kitobimizni ko'rsatib o'tamiz. Shuni bolalar bunda ko'rib, shu A'larning shakllarini toniy oladigan bo'lsa bo'ldi. Mashqlarni ishlaganda shuni nishon qilamiz. Mashqlarni tor bitimizdan tushirib ishlasanlar bo'ldi. Harflarning shakllarini farqlantirishga o'yinlardan A'ning so'zlarini yeydigan maxluqlar, qaysi A bo'lsa shu maxluqqa berimiz tamoq qilib. Uni o'ynasanlar bo'ldi. A'nimi o'xshash usulda o'rgatamiz bolalarga. A'ning kartalari, qaysi so'zlarda A bor degandek rasmlardan foydalansak bo'ldi. Ondan keyin ham A'ning shakllarini bolalarga tunishtiramiz. A'mu A'ga bek o'xshaydi ekan, lekin bo'yi pakaroq ekan, bir tal quluqi bor ekan deb masalan. A'larning yozilishini tor bitimizdan shu o'q harflarni tushirib, yozish tartibi bo'yicha yozishni o'rgansanglar bo'ldi. Ondan keyin mashqlarimiz bor, shularni ishlasanglar, bayam degan A harflarini o'rganishdagi nishonimizga yetimiz, Xudoyim buyursa. Bo'ldi, ota-onalar sizlar bilan yana bir qitimliq darsimizni ko'rishaylik, yana bir hafta oxiri.